Assalomu alaykum, hurmatli mashina bozori obunachilar, hurmatli direktorlar. Qarang, bugun 22 aprel kuni Pryamoy egadan Gentramiz keldi. Qarang, Laboya sonsiz ochishlar bo'lgan, tunnel datchiklar qilingan. Tunnel datchikda ham tunnelgacha suyut yanada avtomatik. Mashinamiz Amerikanka farlar qo'yilgan obunachilar, kraskasi 1-2 jana petlosi bor. Bemalol egasini bog'lanib aloqa qilsa bo'ladi. Egasini telefon raqamini qoldiraman. Tonirovka razрешениялari bor, plus dekabr chek. Yani obunachilar metallari bor. Arkasida sambusherlar ham bor. Sambusherni ochib bering egasi, sambusherni ochib bering. Bemalol aloqa chiqaringlar. Pastda telefon raqamini qoldiraman. Ega ahamiyat berasa kommentariyga yozsam bo'ladi, pastda lichkadan qoldiraman. Sambusher metan sedan hammasi bor. Mana mashinamiz 2018-yil 52 ming probeg, madrigallari bor. İçi rodnoy holatda yana. Multirula qo'yilgan madrigallari tayyor. Mana. Xo'p. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanib, savdo qilib olsangiz bo'ladi. Xullas kalam, olgan odamlar nasib etsin, yaxshi kunlar zaminga 2018 bu kassasi, metali, detali yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kuzatib boshqa davom etinglar. Mana